bizani hozir taklif etayotgan mavzuyimiz demak sanoat chiqindilari qo'llanilgan demak yengil bo'lgan materiallarni yaratishdan iborat. Demak bizda bunda asosan hozirgi demak global muammo bo'lib turgan ekologiyaga chiqayotgan demak chang zarralar, ya'ni sanoat korxonalaridan chiqayotgan demak o'sha chang zarralarni olib gazobeton tarkibiga kiritish bo'ladi. Bunda asosiy bizning maqsadimiz gazobeton mustahkamligini oshirishga qaratilgan. Gazobetonni mustahkamligi hamda issiqlik o'tkazuvchanligini demak kamaytirish bizning asosiy maqsad qilib olingan. Demak bu yerda bizda demak gazobeton olinish jarayonida demak sanoat korxonalaridan chiqayotgan chang zarralarini biz kiritamiz, ya'ni chang qumli bo'lgan zarralarni kiritib, demak bu asosida demak mustahkamligi yuqori bo'lgan gazobetonlarni olamiz va shu orqali demak iqtisodiy samaradorlikka erishamiz. Bundan tashqari demak bog'lovchi sifatida demak hozirgi kunda ishlatilib kelinayotgan sement o'rniga demak bizlar po'lat eritish shlagidan foydalangan holatda demak ushbu konstruksiyamizni demak yaratamiz va ushbu konstruksiya yordamida demak bog'lovchini demak 20-25% gacha qisqartirish orqali demak bizlar iqtisodiy samaradorlikka erishishimiz mumkin ekan. Intellektual mulk markazi tomonidan demak loyihani dasturlash bo'yicha demak guvohnoma olingan va bundan tashqari ixtiro ham olingan. Qaysi tarkibli bizga material kerak bo'lsa demak o'sha tarkibni biz tanlaganimizdan keyin bu demak bizga avtomat miqdorlarni aniqlab beradi. Ushbu miqdorlarni demak biz programma yordamida demak qaysi tarkibdan demak qaysidan qancha kilogramm kerakligini demak bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bunda biz hammasini demak hozirgi kunda bizda qo'llanilayotgan demak normativ hujjatlar, ya'ni davlat standartlari, demak qurilish me'yorlari, qoidalari va shaharsozlik normalari va qoidalari asosida demak amalga oshirib olamiz. Materiallar narxini arzonlashtirish bo'yicha hamda ikkinchi maqsadimiz demak hozirgi kunda bizda demak sanoat korxonalaridan demak chiqayotgan chiqindi mahsulotlarni demak utilizatsiya qilish bo'yicha demak o'zimizni ishimizni olib boramiz. Hozirgi kunda bizda bu birinchi demak olganimiz demak temir eritish laki, ya'ni quyi mexanika zavodidan va chiqindi qumlarni olganmiz, chunki bu qumlar hozir bizda yiliga bitta tashkilotdan eng kamida 400-500 ming tonnadan oshiqroq demak mana shunaqa qumlar chiqayotganligi uchun demak va bu bizda ekologiyaga katta zarar keltirayotganligi uchun demak biz bu mahsulotlarni mana shu tarkibga kiritish orqali olganmiz va yana biz bu orqali demak biz o'rganib chiqqanimizda demak ushbu materiallardan demak mahsulot olganimizdan keyin demak o'zining zararli moddalar ya'ni chiqarmaydi. Shuning uchun ham demak biz buni demak hozirgi kunda turar joy binolari, jamoat binolari va sanoat binolarida demak bemalol qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Buni yana yaxshi tomoni demak 1 yilda demak bizda umuman olganda ushbu material orqali issiqlik yo'qotilishi demak 25-30% gacha kamayadi va bu orqali demak biz hozirgi kunda iqtisodiy samaradorlikka yana erishib olamiz. Ekologiyaga chiqayotgan vaziyatda demak hozirgi paytda demak agar biz o'zimizda demak mana shu materiallarga mahsulotga kiritish orqali demak 5-7% gacha demak chiqayotgan demak chang zarralarini demak ushlab qolish imkoniyati yaratiladi.